Bo'g'irsog'im, men Dubaydan uyamoqchi edim. Shuning uchun hamma tillalarimni sotgani keldim. Hisoblang. Bo'ldi, xo'p, hisoblab beraman. Lekin siz Dubayga ketib qolsangiz, kim ashula aytadi? Voy, ashulalarimni eshitasizmi? Xullas, Chechenko Dubaydan uyapti. Men ham olmoqchiman. Shuning uchun qimmat hisoblab bering, xo'p? Mayli, qimmat hisoblab beraman. Lekin menimcha faqat boshlang'ich to'lovga pul yetadi. Siz hisoblavering, u yog'ini hal qilarmiz. Dizellik bu 585. Bular narxi отдельный bo'ladi. Hozir men sizga hammasini hisoblab beraman. Aha. 585 probez butun bo'lgani uchun 950 mingdan sizga 39 million 300 beraman. 750 probezga hammasiga qo'lim tilla sig'mayapti. 150.83 ekan. 1 million 250 mingdan 188 million 600 qilib bera olaman. Общий narxi sizga 227 million 900 ming so'm bo'ldi. Menimcha yetadi. Qarang, o'zi to'g'ri topganman-a. Boshqalarga qaraganda ancha qimmat olar ekansizlar. 100%. Yaxshi, yaxshi. Puldan saning, dumalog'im. Bo'ldi, men sizga pul sanab beraman. Bu yerda 100 million, 200 million, 225, yana 2 million 900 ming beraman hozir. 2 million 900. Hammasi bo'lib 227 million 900 ming sizga. Bosh to'lovga. Qarang, saniyman. Hammasi to'g'ri chiqsa bo'ldi. 100%. Rahmat, oppog'im.